أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من الراشدين. أما بعد. bugünkü ders باب الحيض. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الحيض. Heyz münasebetlik meselelerinin babı. El-haydu fil-lugati es-seyalan. Hayd degan so'z arab tilida eqishdan kelib chiqqan. Yuqalu hadatul arnab idza sala minha ad-dam. Masalan, toshqan hez ko'di desa arab tilida toshqandan qon oqqanligini bildirdi. Va hadatush shajara idza sala minha as-samghu. Daraxt hez ko'di desa daraxtdan shilim yoki yilim saqib tushganligini ko'rsatdi. Shariatda sayalanu damin maxsusin min mawdi'in maxsusin fi vaqtin ma'lum. Ma'lum sifatlik bir xil qon deydi. Min mawdi'in maxsus. Oldi tarafdan keladigan sifati ma'lum bo'lgan shuna bir qon yoki xun deymiz. Fi vaqtin ma'lum. Ma'lum chaqlarda, ma'lum kunlarda, ya'ni har oyda bir qatim keladigan xundan iborat demoqchi. Haydni yana arab tilida at-tams deb ataydi. Yoki al-aada shahriya deb qo'ydi. Oylik odat. Yoki ko'n arab tillarda ad-dahik deb ataydi. Shu Qur'on Karimdagi shu Ibrohim alayhisolamningki farishtalar kelgan vaqtida va imra'atuhu qoimatun fadahikat. Ayoli shu yerda tug'an yoki turib xizmatini qilayotgan mehmonlarni. Odatda farishtalar bishorat bergan chaqda hayron qilib odatdagi kulishni kulgan deb tafsir qilgan olimlar bor. Yana bir tafsirda Ibn Abbos radhiyallohu anhudan kelgan tafsirda shu chaqda ezguda hayron qolgan. Ya vaylata alidu wa ana ajuzun va hada ba'li shaykha. Men yashnab qolgan, ya'ni ez to'xtab ketgan ayol turib tug'amdimi deb hayron qolgan. Fadahikat degan shu so'zni mufassirlar shu hayz ko'di debmi tafsir qilib hayzning bir ismi deb qaraydi, dahik deb. Bundan hayzning ismi at-tams, ad-dahik yoki al-aada shahriya yoki al-aada davriya deb qaraydi. Endi hayz ahkamlari shariatda nihoyatda muhim ahkamlar. Buningga dinning butun tarmoqlari chetilib ketgan. Çünkü buna tushunmasa din ahkamlarini joyida ilmong'il bo'lmaydigan bo'lib ketdik. Hatto ayollarning emas, erlarning hayotiga, turmushiga munosabat. Yani mesela namoz buning chetishlik, ro'za chetishlik, iddat chetishlik, maslarga kirish, tavob qilish degandek bundan boshqa nurg'un ahkamlar shuni chetishlik. Yani bu hayzni Alloh taolo Adam qizlarga tutayotgan ish deb Sahih Buxoriyda hadis bor. Qur'on Karimda mo yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahharna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah innalloha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Qur'on Karimda mo hayzning ahkamlarini zurul bo'lg'achqa bayon qilgan. قال المصنف رحمه الله تعالى والدماء ثلاثة. أنا مشو ayollardan keladigan xullarning turi, qonlarning turi 3 turlik bo'ldi. Birinchisi haydun. Wa huwa ad-damu alladhi tasiru al-mar'atu bihi balighatan. Mush hayz bir xundan iborat. Qon. Mush qon kelgan chaqda qizlar balog'atga yetadi demakchi. Demek şu çağdan tatip şeriat ahkamlarına mükellef buludu deyimiz. Bibtidaihil mumtad ila vaqtin ma'lum. Şunun başlanışı bilen mükellef buludu. El mumtad. Başlangandan keyin bu xili uzun necha yil davomlashidir dedi. 30-40 yil ez kelishi mumkin. Har oyda ma'lum kunlarda. Ila vaqtin ma'lum degan ma'lum bir chaq qadar, yani ayollardan hayz to'xtagan qadar, yani ba'zi qarashlarda Hanifi mazhabda 50 ga yashlab bekitdi. Shafiy mazhabda
62 yaş deb bekitdi. Yoki ba'zi fuqarolar buning ma'lum bir yashi yo'q. Tan qurilishi qarab, jamiyat sharoitiga qarab, hayz to'xtaydigan vaqtda o'xshash bo'lmaydi deb qaraydi. Endi shu hayz qani nimadan iborat? Bu aslida tan sog'lomlikdan ko'riladigan ahvol. Uyg'urcha kasallik deb atsam-a, tan sog'lomlikdan bo'ldi. Aslida baliyat quda farzand bo'lib qolsa, farzandni kutib olib, rizolantirib, shunda bir sharoit yaratishga bir modda tayyorlangan bo'lsa, qo'sa ko'tarish ahvol bo'lmagandan keyin buning salohiyati to'shab, ya bir haftada 10 kun salohiyat to'shab, bu qondan qutulmasa, baliyatga ziyon qiladigan holatda, ya sesib ketadigan bo'lg'achqa badan buni tashlatadigan gap. Har oyda bir qatim tashlash shuningdan iborat. Qalahul Karxi, Abul Hasan al-Karxi, Ubaydullah ibn al-Husayn, Hanafi mazhabidagi imomlarning birisi, shunda ta'rif qilgan. Yani hayd nimadan iborat desa, "Huwa-d-damul ladzi tasiru al-mar'atu bihi balighatan" deb ta'riflagan. Qala sallallohu alayhi vasallam: "La salata li haidin illa bi khimar." Haid degan mishada hayz kirib qolgan degan bo'lmaydi. Hayz kurash yeshiga kelgan, balog'atga yetgan, bo'yiga yetgan qizlarningki yog'liq atmay namoz o'qishi durust bo'lmaydi. Kichik qiz bo'lib qolsa, beshida yog'liq olmasimi, namozni o'rgatish uchun, mashq qildirish uchun yog'liqsizmi turishi mumkin. Lekin cho'ng bo'lgan qizlar cho'qim yog'liq bilan namoz o'qishi lozim demakchi. O'shada hayd degandan ez ko'rayotgan emas, bo'yiga yetgan degan mazmun maqsad qilindi. Chunki hayz ko'rgan ahvolda namoz o'qish harom. Va qala al-imam Abu Bakr Muhammad ibn al-Fadl al-Bukhari, bu imommo bizning O'rta Osiyodagi Buxoroda yashab o'tgan katta Hanafi ulamolarining birisi. Muhammad ibn al-Fadl, Abu Bakr al-Fadli al-Bukhari al-Kamari hijri 381-yili vafot bo'lgan Buxorolik katta faqihlarning birisi. Bu alim haydni bunda ta'rif qildi. "Waddamul ladzi yanfuduhu rahimul mar'ati salimati anis-sigari wadda." Ya kichiklik illat yo'q, yoki kasallik bir illat yo'q, sog'lom bir ayolning baliyatqisi churitadigan. Yani fudu degan asli qaqdi masalan, silkidi, irg'itdi degan ma'noda. Bu odamda tashlatadigan, churitadigan degan ma'noda. Nafada. Gilam qaqqanimi nafada deymiz. Undan keyin ya kichiklik yo'q, yoki kasallik yo'q, sog'lom bir ayolningki baliyatqisi tashlatadigan, churitadigan qondan iborat deb ta'rifladi. Ba'zi ulamolar yash bekitishi mumkin. Necha yoshda eng tuvan bo'lsa, eng burun bo'lsa necha yoshda ko'rdi, ba'zilar 9 yoshda bekitishi mumkin. Ba'zi jamiyatlarda 10, 12 yosh, 13 yosh bo'lishi mumkin. 3 turlik xunninki, ikkinchi turligi istihada. Istihada degan va waddamul khariju min al-farji duna ar-rahim. Bu baliyat qudun emas, oldi tarafdan tanasul a'zolardan chiqqan qon. Yani bu bir tumuninki üzülüp ketishidan yoki titilib ketishidan chiqqan qon, tumudan chiqqan qon. Masalan, bilkimiz qonab ketgandek, shunda tumudan chiqqan qon deydi. Baliyat qudun emas. Dunar rahim. Wa nifasu wa huwa ma yakhruju ma'al waladi aw aqibahu. Shin turlik qon nifas deb ataladi. Bu balı tug'ilgan chaqda yoki tug'ilgandan keyin chiqadigan qondan iborat. Demak, ayollardan keladigan xunni 3 ga bo'ldi. Birinchisi hayd, ikkinchisi istihada, uchinchisi nifas. Ustozma anis-sigari va da'i deganki, an deganni qanday tushunamiz? Kichiklikdan xoli. Unda hech kichiklik bir ahvol yo'q demak. An degan o'sha xoli degan ma'nosi. As-salima an demak. Yani nimadan sog'lom? Kasallikdan sog'lom, hech kichiklikdan xoli degandek.
قال وأقل الحيض 3 أيام ولياليها. Haydninki her ayda kıldıgan bir adet boğaçqa ayollar bir adetke bağlangan. 3 gün, 4 gün, 5 gün, 6 gün, 7 gün, 8 gün yani. Lekin en az degan çağda Hanefi mazhabda neç gün adet gördü dese 3 sotka adet görüşü mümkün deydi. Uningdan az bo'lmaydi demoqchi. Başka mazhablarda bir iki gündüz yoki birdamlik ko'rishi mumkin deb qaraydi. Va aktharuhu 10 bilayaliha. En uzun davomlashib kelgan hayz 10 sotka deydi. Hanefi mazhab en köpü deb mujna bekitdi. Başkalar en köpünü 15 gün, en izini bir sotka yoki birdamlik deb bekitishi mumkin. Ama en köpü 10 gün degandikan 10 günden ortiq davomlashib kelsa desa ortiq kelgani istihada demakchi. Shafiy mazhabda 15 gün deydi. Shunga yuqorida Muxtarning matnida va aktharuhu 10 fa deb yozib qo'ydi. İmam Shafiy 10 gün emas 15 gün deydi demakchi. Undan keyin bir ayolimiz 10 gün hayz ko'rgandan keyin yana xun kiriversa 10 gün hayz hisobida 11 kunni tartiblam poklangan hisobda har namozga yana tartib o'qiydi. Namozni boshlaydigan. لقوله صلى الله عليه وسلم أقل الحيض للجارية البكر والثيب. Kız olsun, çokan olsun. El-bikr ve thayib. El-bikr ve thayib cariye bulup qalsa, qaysi bo'lsa, hayzning en aqalli muddati 3 ayyamin bilayaliha. Ve aktharuhu 10 ayyam. Hadisda bunda eni ko'rsatgan demakchi. Yani bu hadiste acizlik var. Ulamalar bunu aciz deb qo'ygan sanadini. Hem de bu hadis aciz. Yani bir mazhab bu aciz hadisini qilib ekeldimişadi. Başka qarashlar 15 gün deganlar masalan. Onun başqa qaraganlar aciz hadismi ekanmagan. Çünkü mushu masalada ezning aqalli bilan aktarini bekitishda seyidis yo'q. Seyidis bo'lmagan ekan, Hanefi mazhab aciz hadisine keldi, başqalar hadismon ekanmay ayollarning odati 15 günden aşmaydı deb adetten delile kelgan. Ve an Ebi Yusuf rahimahullah aqalluhu yawman ve aktharu thalis. Ebu Yusuf en az deganda 2 gün kilidi deb to'xtamabdi. Aqalluhu yawmani ve aktharu thalis. 2 gün ve 3. günning ko'p qismi. 3 sotkaga yaqinroq kelishi mumkin. Hozir 3 sotka deganda sal to'ldi Ebu Yusuf. 2,5 kundan jiqroq, 3 sotkadan azroq bo'lishi mumkin demakchi. İqamatan lil aktsari maqam al-kull. Bu ashu İmam Ebu Yusufning Hanefi mazhabda odatda qo'llanib kelayotgan mush qoidaga asosan bir narsaning ko'p qismiga shuning hukmini beramiz deb. Masalan, masih qilishda, tozalik ishlarda shunda bekitdi. Wala i'tibara bihi. Bu qarash inovatsiz demakchi. E'tibor qilinmaydi. Bihi yani Ebu Yusufning mush qarashi. Nima uchun? Li'annahu tanqisun an taqdir ash-shar'. Çünkü şeriat yuqori hadisda şeriat 3 keç gündüz deb bekitdi-ku, 3 sotka deb bekitdi. Ebu Yusuf hozir şeriat bekitgan miqdordan kamaytib etgan bo'ldi. Undan keyin va hadisningki eni ko'rsatmasga xilof bo'lg'achqa hisob emas demakchi. Qala wa ma naqasa an aqallihi wa zada ala aktharihi istihada. Undan keyin biz hozir eng tuvan chekini bekitdik, eng yuqori chekini bekitdik. 3 sotka, 10 sotka deb. Bekitgandan keyin 3 sotkadan az muddat kelsa masalan, bir kun kirib ham to'xtab qolibdi. 2 kun kirib ham to'xtab qolibdi. Bu chaqda buni odat demay istihada deymiz. Endi 10 sotkadan ortiq kelsa, bu istihada bo'ldi. Hayz hisoblanmaydi. Li'annahu zaidun ala taqdir ash-shar'. Çünkü şeriat 3 sotka bilan 10 sotka araliqni bekitgan,
biz uningdan az yoki uningdan ko'p bekitib olsak, shariat bekitgandan ortiqroq bir narsani bekitgan bo'lib qolamiz. Fala yakunu haydan. Undan keyin u hez bo'lmaydi. Va laysa binafas. Endi hez bo'lmagan ekan biz qonlarni 3 turga ayirgan. Hez bo'lsa hez emas edi. Biz nifas bo'lsak nifas emas, yo tug'ut ahvol yo'q. Undan keyin 3-turlik istihada bo'lishi muayyanlashadi. لأنه زاد على تقدير الشرع فلا يكون حيضا وليس بنفاس فيكون استحاضة لأن الدماء الخارجة من الرحم منحصرة في هذه الثلاثة. Çünkü baliyat kudunyak aldı taraftan kıldıgan kan muş 3 türlük kanda çekilengende. Ondan iken ikisi olmagan iken 3. türlük dep muayyanlaştırmız. قال وما تراه الحامل استحاضة. Hamildar ayol xun ko'rgan bo'lsa, buni istihod deymiz. Chunki hamildar ayol hej ko'rmaydi degan qarashga asosan. Li'annaha la tahid, ya'ni li'anna al-hamila la tahid demak. Biz bu hejni nima degan to'q? Shu bola bo'lib qolsa, bolaga ozuqliq va shu bolani parvarish qilishga ishlatiladigan modda degan to'q. Shu modda bola bo'lmagan ahvolda roli bo'lmagan ekan bedenning sirtiga chiqib ketmasa, balayotgan sesitdi. Undan keyin hozir bola bor. Bola bo'lgandan keyin shu bolaga ishlatilib ketadi. Bu qon kelmaydi deyman. Mana bu hamildor ayol hez ko'ramni ko'rmamdi degan masalada ikki xil qarash bor. Ko'pchilik olimlar hez ko'rmaydi deb qaraydi. Hanifi mazhabida shunda. Li'anna bil hamli yansaddu famr rahim. Chunki shu hamildorlik ahvoli bo'lsa balayotquning eg'izi itilib qoladi, bir narsa tushmaydi yerdan. Va yasiru damul haydi g'idaan lil janin. Hayzning qini ash turalmaga g'izo bo'lib ketadi. Fala yakunu haydan. Undan keyin u yerda hayz degan narsa bo'lmaydi. Qala wa huwa la yamna'u as-sawma wa la as-salata wa la al-wat'a. Wa huwa degan mishada damul istihada. وهو yani ودم الاستحاضة hozir istihazaning hukmini bayon qilyapti. Hech emas, istihaza bo'lgan ahvolda mushunda turlik xun kelib qolsa, ro'z tutishnimi, namoz o'qishnimi, jima qilishnimi to'sanmaydi. Bu narsa cheklanmaydi. Liqawlihi sallallohu alayhi vasallam lil mustahadati Tavaddai va salli. Istihada bo'lib qolgan ash ayolga men kesellulab davomli xun kelib turadigan saqlanmaydigan ayol degan chaqda, ya'ni hayz tugagandan keyin xun kasimi har namozga ta'tilib namoz o'qiyvering degan. Tavaddai va salli va in qatara ad-damu 'ala al-hasiri qatran. Qon bo'rga tamchilab tursimi, siz namoz o'qiyotganda jay namoz bo'rga tamchilab tursimi, bir namozga tartibli namoz o'qiyvering demoqchi. Endi bu istihodaga chetishlar muhim bir masala. Hayz to'xtab, hayz kunlari ketibdi. Hayz kun to'xtabdi, lekin istihoda qani davomlashibdi. Bir namozga tartilib namoz o'qidi, lekin shu arliqda istihadaning qini kelmadi, to'xtab qoldi masalan. Masalan, peshinga tartagan bo'lsa, asr bo'lgan qadar istihadaning qini kelmasa, tartib bas. Chunki tartib sundirgan bir ahvol bo'lmadi. Yani u chaqda har namozni bir tartilish kerak emas, shu tartib bor hisobda. Lekin kun kelib turgan bo'lsa, u chaqda har namozga tartildi. Kun kelayotgan holatdami, shu yana olgan tartib bilan shu vaqtning namozini o'qiyverdi. Çoğum sülük to'xtamaydigan, yel to'xtamaydigan kasalliklarda shu istihada qoidasi bo'yicha har namozga yangidan tartilib, shu vaqtning farzi va shunga munosabatlik sunnat nafl namozlarni o'qiydi. Ya'ni bir narsa qilayotgan ahvol bo'lsa-mu o'qiyverdi deymiz. Chunki bu uzrli kishi. Va fi hadithin akhara inma huwa damu 'irqin infajar. Yani bir hadiste bu infajar degan mishadamni kesib ketgan yoki titilib ketgan bir tumudin
kep qalgan qon, yani tanasul a'zolarida bir qil qon tomirlari zaxmlangan bo'lsa, shu yerdan kelgan qon demakchi. Fala yamna'u karru'af. Davanken bunu qanab ketgan kishiga o'xshashlar namoz o'qish, ro'za tutish va jima qilishni to'sanmaydi. Amaliyotda hamda shu qonlarning rangi va firqi jihatdan farqlanadi. Buni ayollar biladi. Balyatqudan chiqqan qonning sifatini yoki tomoqdan chiqqan qonning sifatini ayollar ayriya oladi. قال وما تراه المرأة من الألوان في مدة حيضها حيض. Hez kunlarda, mesela 4 gün ya 5 gün 6 gün degan bo'lsa, odat shunda bo'lsa, shu kunlarda rangarang xun kep qalsa, mesela zig'irang, qaramtul yoki sag'och yoki shunda tumirang deymiz mesela, har turli rangda kep qalsa bu hez hisoblanadi. Chunki bu baliyatquda aslında siz tushadigan xun bo'lg'achqa her türlü rangda şekillenishi mümkün. Hatta taral bayadal halis. Ta ki ap suyuqluq kelganga qadar hez hisoblanadi. Lima ruya anna an-nisaa kunna ya'ridna al-karasifa ala Aisha radhiyallahu anha. Bunda bir hadis kelganlikdan shundaq dedik. Ayollar oldi taraf ishlatgan ash paxtalarni Hazreti Aishaga eklib ko'rsatdi. Yani din ahkamlarini yangidan o'rganayotgan. Bu pokizlik, namoz degan ishlarga endi qadam qo'ygan shu musulmonlar yangidan o'rgangan chaqlarda ayollar ishlatgan paxtani eklib, "Ma'vo izmo emasmi? Men paklanmabmanmi?" deb Hazreti Aishaga ko'rsatdi. Hazreti Aisha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan buning ahkamlarini obdan egalligachga shu ayollarga ma'uhiz emas deb ko'rsatib berdi. Va kanat idza ra'at al-kudra, kudra degan aslida dug', suv al-ma'ul kadir desak, bu menda leyg'an suv. Yoki yog'ni kadir deb qolsak, dug' ulab qolgan, yog'ning dug'i degandek. Va kanat idza ra'at al-kudra qalat la. Ayollar akagan paxtalarda shunda bir dug'lashgandek, shunda bir rangda xun ko'rib qolsa, mesela tümirang, aşında ranglı bo'lishi mumkin. Qalat la yaqtaha. Eyz tugmabto. Hatta taraynal qassatal bayda. Ta ki siz appak suyuqlikni ko'rganga qadar namoz o'qimaysiz, eyzdan paklanmaganlik bo'lsangiz deydi. Al qassatul bayda degan oq suyuqlik. Nonki al kudra deb keladi kitoblarda. As-sufra deb keldi. Sufra degan sag'och. Masalan bir jirang rangida sariq suvdek narsa. Al-kudra shada suzuk emas, oq emas, boshqa rangda bo'lib qolgan demakchi. Va qala Abu Yusuf la takunu al-kudratu haydan illa ba'da ad-dam. Abu Yusuf dabto mushunda dug' olat kelib qolsa, qizilma emas, oqma emas, shunda o'tirib bir rangda kelib qolsa, oldida xun kelgan bo'lsa, qon kelib, uningdan keyin dug' rangi kelgan bo'lsa, hez bo'ladi. Boshda qon kelmay, dug' kelib, keyin qon kelgan bo'lsa, u dug' holat kelgani hez bo'lmaydi deb qaragan. Lianal kudrata ma yatakaddar. Chunki kudra degan nima deb iboratsa, endi dug'lashgan narsani ko'rsatadi. Va avval shay'i la yatakaddar. Endi bir narsaning dastligi, masalan, yog'ni quysak, boshda yog'ning suzuk tarafi tushdi, dug' tarafi keyin tushdi. Valana endi bizning Abu Yusuf qatta dalilimiz, raddiyimiz, ma ravayna an Aisha radhiyallohu anha min g'ayri fasl. Hazrat Aishadan rivoyat qilingan hadisda uningda oldida kelib, uningdan keyin kudra kelsa deb ayirib jumidi. Kudra kelgan ahvolda yo'q, hayz jumabdi dedi. Va li annaha min alwanud dam. Yani qo'shimcha dalil ash kudrami hayz xullarning ranglaridan birsi. Fasawaun kanat awwalan aw akhiran ka ghayriha min al-alwan. Davanken dastlabki kudra kelib, dug' rangda, tumi rangda, ya jigar rangda masalan. Endi bunday kelib, uningdan keyin qizg'och qon kelsin yoki bosh qon kelib, uningdan keyin
Aşındarak rağını binası gelsin. Hemmesi heyz hesaplandı. Ve kavluhu ve evvelu şey'i la yetekaddar diyen sözü kelsek İmam Ebu Yusuf'na biz deyimiz bunun karta. Lima kulta inne hâdâ evveluhu. Nim için siz şu deslet kelgen kanını siz bunun başlanışı da atolısınız. Bunun beşemez belki ayak tarafı buluşu mümkün. Yani tüven tarafı. Dugalatda şeysinin mesela as tarafı ornıgan kısmı bu bir evveli buluşu mümkün. Ve hâdâ innema yekunu fi inan yesilu min a'lahu. Yani sizin digininiz boyucu bolsa bir qaça yoki shishida yağ ayında bir narsa bolsa mesela üst tarafından quysak üstüden süzükler tushib keyin ondan dug'tirib tushibdi. Lekin ve hâdâ yesilu min asfali. Lekin bu dug' xun nereden keladi? Tuvan tarafından. Tuvan tarafından keladi. Feycib an takuna al-kudra awwalan. Undan keyin oldulan tushadigan narsa shu dug' tushishi lozim. Chunki bu hozir bir nimaga o'xshash desak, kaljarra bir ko'p mesela. Yoki idish, ko'zidek bir narsani tasavvur qilsak, tanfaqibu min asfaliha, yoki tufqabu min asfaliha. Tigidan tushga tushsak, tigida o'rnagan dug' bosh tushdi buni. Suzuklar tushmaydi yuqoridan demak. Fa innahu tasilul kudratu awwalan. Kaza hada. Undan keyin mush baliyat qudun tushgan kunnomo dastlab qilib shu dug' tarafi tushishi mumkin deb biqdi. وحكم الحيض والاستحاضة والنفاس إنما يثبت بخروج الدم إلى الفرج الخارج. عند هيز واستحاضة والنفاس مش اشترلك يعني ayollardan keladigan mushu اشترلك xunning hukmi qachon kuchga ega bo'ladi desa sirtqi tarafga chiqqanda ondan hisob bo'ladi. Yani ayollarning tanasul yo'lining ma'lum riya kelib sırt çıkmagan ahvalda tekrar manda heyz köde ya ki bir narsa çıktı demeyimiz deydi. Liannahu ma lam yazhar çünkü o sırt çıkmagan ahvalda fehuve fi ma'dinihi. Daha ki bu öz makan tuğandak. Yani balyatqının işi tuğan bilan o'xshash demekçi. Bu hamda dastlabda odat boshlangan chaqda gap ma'lum. Lekin heyz boshlanib, heyz ko'rayotgan chaqda bu heyz taqa badanning sirtiga chiqsin chiqmasin heyzdan hukmi hisob. Lekin dastlab qilib heyz boshlangan chaqda tanasul a'zoning eng sirtiga chiqsa unda hisob bo'ldi. Qala wa tuhrul mutakhallilu fil muddati haydun. Endi heyz ko'rdigan kunlar 3 kun, 4 kun, 5 kun, 6 kun masalan, yo 7 kun desak, ayollar har oyda ashunda muayyan kunlarda ko'rdi odat. Allohu akbar. قال والطهر المتخلل في المدة حيض. Heyz ko'rayotgan shu kunlarda orliqda xun kelmay pokiz tug'an bo'lsa-mu, yana heyz hisoblandi. Masalan, 5 kun heyz ko'rdigan bo'lsa, 1-2 kun kelib orliqda yarim kun, yana 1 kun kelmay keyin kelib domlashgan bo'lsa, yana la heyzlar hisoblandi. Namoz o'qimaydi shu chog'da. لأن المدة لا تستوعب بالدم. Çünkü 5 gün adet gördü dese 5 gün to'xtamay xun qildigan ahvol yo'q. Aralıqda to'xtab, yani keyin kelishi mumkin. Fa'tubira awwaluha wa akhiruha. Davom ekan biz dasb bilan eng oxirini ko'z tutimiz, shuni hisob qilamiz. Qala wa huwa yusqitu 'anil haidi as-salata asla. Heyzda ayoldan namozni saqit qilib o'tadi. Butunlay aslagin tigidan zal. Keyin qazosini qildirishmi yo'q. Namoz farz bo'lmaydi. Va yuharrimu alayha as-sawma. Ro'za tutishni harom qilib o'tadi. Fataqdihi. Undan keyin saqaygan chaqda tutib oladi. Liqawli Aisha radhiyallohu anha, Hazrat Aishaning o'sha sahihindagi o'sha hadisi ayollardan birisi kelib, nima uchun ayizlar namozning qazosini qilmaydi, ro'zining qazosini qiladi degan chaqda Hazrat Aisha, siz haruriyalik xavorijmi deb so'ragan. Shundan keyin xavorij emas, lekin bilib olay deb so'radim degan chaqda Hazrat Aisha, kunnan nisa'u ala ahdi Rasulilloh sallallohu alayhi vasallam yaqdina as-sawma wa la yaqdina as-salah. Yaki kunna nu'maru bi qada'is sawmi
وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ degandek hadislar kelgan bo'lg'achqa, ya'ni biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zamonida, davrida namozlar qazosini qilmaslikqa, ya'ni qayta keyin saqaygandan keyin o'qimaslikqa, lekin ro'zini saqaygandan keyin tutib olishga buyurildik degan mush hadisiga asosan ro'za gadanni saqib bo'lmaydi, keyin saqaygan tutib oladi, lekin namoz gadanni saqib bo'lib ketadi dedik. وَلِأَنَّ الصَّلَاةَ تَتَكَرَّرُ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَكُلِّ يَوْمٍ. Yani qo'shimcha aqliy dalil namoz degan har kuni, har haftasi, har oy, kunda 5 vaqt takrorlanadigan bir ibodat. فَتُحْرَجُ فِي الْقَضَاءِ. Undan ekan saqaygandan keyin o'qiyman deb qolsa qiynalib qoladi. وَالصَّوْمُ فِي السَّنَةِ مَرَّةً. Ro'z degan bir yilda bir oy Ramazon oyida ro'z farz bo'lg'achqa fala haraj. Saqaygan chaqda ro'zni tutib olsa qiynalib qolmaydi. قال المصنف رحمه الله تعالى ويحرم وطئها. Hayzda ayolga yaqin kelishga bo'lmaydi. Yani jima qilish bo'lmaydi demakchi. لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. Aş ayette ve yesalunke anil mahid. قل هو أيضا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Paklanğanğa kadar yakın kelmanglar ezdayallarga dedi. Ve nahyu lit-tahrim. Yani yakın kelma degandikan o'shada cheklash, to'sash haramlikni ko'rsatadi. Yani usulü qaida an-nahyu tufidu at-tahrim vel amru yufidu al-wujub degan qaida. Ve in wati'aha fil haydi ta'i'aini athima. Hezdar holatda jima qilib qolsa, ta'i'aini her ikkisi o'z ixtiyori bilan jima qilib qolsa, her ikkisi gunohkor bo'ladi. Ve yakfihima al-istighfar va at-tawba. Bunda ahvalda kapparat verdiğen bir iş yok. Allah Teala'dan mağfiret kılışını tilab, tövbe qilsa bo'ladi. Liqavli Siddiq radhiyallahu anhu liman sa'alahu an zalik. Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhudan birisi so'ragan chaqda bergan mush javobiga asosan deydi. Estagfirullah va la ta'ud. Istig'for aytib bundan keyin qilsamma debdi. Wa in kana ahaduhuma ta'i'an wal akharu mukrahan. Birisi o'z ixtiyori bilan yana birisi xolimisimi jima qilgan bo'lsa, masalan ayoli men kasal bo'lmaydi desa, yaqin kelib qolgan ahvol bo'lsa, athimat ta'i'u wahdahu. O'z ixtiyori bilan yaqin kelgan kishi gunohkor bo'ladi. Qala fil fatawa al-fatawa degan so'z bu Hanifi mazhabda biz imomdan kelgan qarashini 3 turga bo'lgan. Zahir rivoya, an-navadir, zahir rivoya degan ishonchli rivoyat. Shu Imom Muhammadningki 6 kitobida kelgan. Qarashlar. An-navadir val waqi'at degan, an-navadir degan ikkinchi darajalik manbalar, 3-chi darajalik manba al-fatawa val waqi'at degan. Bu nimadan iborat desa, imomlardan bir masala haqida bir qarash kelmagandan keyin shu mashayixlar yoki navri shogirdlar, paynavri shogirdlar bir narsa deb baqqan onlar. O'zi ijtihod qilib bergan javobni fatvolar deb ataydi. Undan keyin bu 3 darajalik manbalarda shunda kelgan deydi. Va hada fil hukm. Va hada fil hukm degan hayzda holatda jimo qilib qolgan ahvolda buning hukmi nima desa, istig'for aytib tavba qilsa bo'ldi. Uning boshqa alohida manda qilishi lozim deydigan bir hukm yo'q deydi. Va yustahabbu. Endi uning manda qilishi lozim, vojib degan hukm yo'q. Lekin manda qilsa yaxshi, mustahab degan bir hukm bor. Va yustahabbu an yatasaddaqa bi dinar. Bunda ahvolda hamda manda qilsa yaxshi, afzal deyiladi. Lekin cho'qim bunda qilish kerak degan ish yo'q. Cho'qim istig'for aytib tavba qilish lozim. Ammo qilsa yaxshi deb qaralgan ishlardan
en yetasaddaqa bi dinar ev nisfa dinar. Bir tilla yoki yarim tilla sadaqa bervesi yaxshi debdi. Bir tilla deganimiz 4 gram chorak oltin. Ya'ni 250 ga 300 ga hisoblasak 1300 ga atrofida bir narsa bo'ldi. Ev nisfa dinar yoki yarim tilla debdi. Bu bir qarash. Qila ma'nahu endi buni izohlab qachonda yarim tilla sadaqa beruvdi, qachonda bir tilla sadaqa beruvdi desa, inkan fi awwal al-hayd fa dinar. Hez dastlabda boshlangan chaqlarda jima qilgan bo'lsa, bir tilla. Va fi akhirihi nisfahu. Oxirlashib, to'xtamagan ahvolda jima qilgan bo'lsa, yarim tilla deyilibdi. Va qila yana bir qarashda inkana ad-damu aswad. Xun qop-qora yoki endi jigarang deganda kelgan bo'lsa, bir tilla. Va inkana asfar sal yengillab masalan sag'uch kelgan bo'lsa, yarim tilla deyilibdi. Va bi jami' zalika warada al-hadith, ya'ni yarim tilla olsun, bir tilla olsun, hammasida bunda hadis kelgan. Yani hadis ya da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den merfu alat hadis kelgan bo'lsa-mu, sahabildan shunda rivoyat kelgan. Ve yakfuru mustahilluhu degandagi domir al-jima' asna al-hayd demak. Hayza holatda jima qilsa halol bo'ldi. Buni cheklaydigan bir ko'rsatma yo'q deydigan bo'lib qolsa, kafirga chiqaritimiz. Li'anna hurmatahu thabatat bil kitabi va bil ijma'. Chunki hayzaga yaqin kelishninki haromligi Qur'on Karimning aniq oyatlari bilan isbotlangan. Al-kitob mishada Qur'on Karim. Miyada masalan muxtasar quduri demaymiz. Yani bu gapning siyaqi urami qarab turib, kitob va ijma degandagi Qur'on Karimkin deymiz. Val ijma bu ishning mushunda holatda haramligida. Qala va istamta'u biha ma fawqa al-izar. Ayoli hezda bo'lib qolsa, izar degan bu belning ostiga yo'g'ildigan bir yo'kkidek bir narsa. Tikilmaga yo'kkidek, rah. Masalan, ehramlik bog'lagan joyda yo'g'iladigan izar. Ya'ni bu yerda demak cho'g'ini kindikning ust tarafidan bahrilansa bo'ladi demakchi. Liqaul ibn Umar radhiyallohu anhuma sa'altu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ma yahillu lirrajuli min imra'atihi al-haid. Ibn Umar radhiyallohu anhuma Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'rabdi. Hezda ayolidan nimalar halol bo'ldi degan chaqda qala ma fawqal izar. Izarning ust tarafi, ya'ni belning usti demakchi. Va Aisha radhiyallohu anha qalat kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ya'muruni fa attaziru fayubashiruni. Hazrat Aisha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan shar'iy ahkamlarni elib bizlarga yetkazgan. Aslida Hazrat Aishaning Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu kichik nikohlab elib 9 yoshida billa bo'lib masalan. Mush ayol o'ttirda bo'lgan bütün ahkamlarni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan o'rganib, yani uy ishida ayol o'ttirda bo'lgan bütün ahkamlarni o'rganib bizga yetkazish uchun Alloh taolo unda o'rlashtirgan bo'lishi mumkin. Shunga mushunda ahvollarni aniq qilib yetkazib qo'ygan. Qur'oni Karimda Alloh taolo aniq ko'rsatgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam izarni taqvolashimni buyurdi. Fayubashiruni, izar taqvogandan keyin andan meni quchoqlaydi. Yubashiruni degan mubashara degan mush teri-teriga tekkanlikni, quchoqlashni ko'rsatgan so'z. Va ana haid, ya'ni men hayzda holatda meni quchoqlaydi. Hazrat Aisha agar biz dinni yetkazish ishi bo'lmagan bo'lsa, ayol o'tirdiki bu ishlarni deb jumaydi. Va qala Muhammadun yajtanibu shi'ar ad-dam. Adama yuqurdagi qarash belning yuqurisi halol dedi. Muhammad dedi yajtanibu shi'ar ad-dam. Qan chiqqan joydan nertusilan bo'ldi dedi. Shi'ar degan aslida astar degan bo'ldi arab tilida. Kiyimning astarini shi'ar as-sawb deymiz. Ich astari. Shi'ar degan belgi ma'nosini qildi. Shu'ar masalan, shi'ar. Mishada shi'ar ad-dam degan ashqan chiqadigan belgilik o'rin degandek shu parjini ko'rsatdi. Yani parjiga yaqin kelmasa ham boshqa badan halol demakchi.
Mushu söz Hazreti Ayşe'den mi rivayet kılıngan? Anu şu hayızlarla aralışışı İslam ümmeti şu ortahal ümmet boğaçta ve kederike canlakum ümmete vasata. İlgerike ümmetlerden mesela Yahudiler ayalı hayız kirab qalsa bir yadım yatmaydigan, billa o'tirib mı tamoq yemaydigan, bedenini mi tutib qolmaydigan bunda qattiq hukm bor Yahudilarda. Xristianlarda hayızda olsun yaqin kiliyordigan bunda bo'shanliq bordi. Shundan islom shariati o'ttirhalliq sufti bilan billa yatsama bo'ladigan, aralashib o'ttasini bo'ladigan normal turmush davomlashdi, lekin jima qilish islom shaklida deb o'ttirhal hukm bekitib qo'ygan. وَلَهُ مَا سِوَاهُ Dağınki şu percigilam yakın kelmese başka joylar onun halal depti. Hazır şu urunni belgileşte ya tarlashtirib ya kenrak dairde çekilgan ahvollar bor. Birinci qarashda kindikning yuqorisi halal dedi. Bunun to'yini haram. Muhammed percilam haram dedi. Bunun delili liqavlihi sallallahu aleyhi ve sellem yasna'ur racul bimra'atil hayd kulla şeyin illa'l cima. Er kishi hayzda ayoli bilan jimadan boshqa ishni qilsa bo'ldi degan shu rivoyat bo'lg'achqa. Va lahuma ma rawayna lahuma yani Abu Yusuf va İmam Abi Hanifa'ning dalili. Yani hozir bu yerda farq tiz bilan kindik arliqi Abu Yusuf ve İmam Ebu Hanife'nin nazarında haram yanılmış. Eyzalıkta. Bu etrafını bir daire sizet müştereke yakın kelmeğin demekçi. Muhammed cima kılmışılan buludu demekçi. وَلَهُمَا مَا رَوَيْنَا Şeyhanınki delili Abu Yusuf ve İmam Ebu Hanife iki şeyhinin delili مَا رَوَيْنَا biz rivayet kıygan şu hadisteydi. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني diyen aşedis. وقوله صلى الله عليه وسلم ما فوق الإزار وليس ما دونه. İzarının üstterpe, izarının tüyünü alal bulmaydı diyen şu rivayet mübah. Ay lahu ay yestemta biha fawqa surrati. Yani bu hadisin mazmunu kindikning üstterpe bilan huzurlansa buludu. La bima tahtaha tündün huzurlansın olmaydı demek için. Ve fîmâ kâle Muhammedun rat'un havlel hima. Yani Muhammed diyen qaraş rat'un havlel hima. Bu sel xatarlik. Hima diyen çeklengen rayon. Ala ve inne li kulli malikin hima ve himallahi maharimu. Ve men hâme havlel hima yuşeku en yerta'a fîh. Aşağıda gösterilen ve himaze çeklengen rayon, çeklengen rayonun, çeklengen joyning etrafida o'tlash ahvoli ko'rilib qoldi dedi. İşki imam hozir ehtiyot bilan muomala qildi. Yaqinroq berib qolmaslik lozim dedi. Chunki yaqinlashgan ahvolda keyin o'zini tutolmay jimo qilishi mumkin demak. So'zning mazmuni shu. Rat'un degan asli rat'a degan o'tlash oynaş, yep içişken manda. Mesela Sure Yusuf'ta nerta' ve nel'ab. Bunda onken feyumna'u minhu hadaran minel vuku' fihi. Cima qilishdan ehtiyot qilib, uni cheklaymiz. Yani tiz bilan mushkindik arliqiga zot yaqin kelmaslik lozim demak. Mishaychi bo'lsinmi? Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.